Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizga bir Xbet platformasida qanday qilib ro'yxatdan o'tish mumkinligini oddiy va tushunarli tarzda ko'rsatamiz. Agar siz birinchi marta hisob ochayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Avvalo, bir Xbetning rasmiy sayti yoki mobil ilovasini oching. Asosiy sahifaga kirganingizdan so'ng, ekranda joylashgan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Keyingi bosqichda siz ro'yxatdan o'tish usulini tanlaysiz. Odatda telefon raqami orqali, elektron pochta orqali yoki tezkor ro'yxatdan o'tish variantlari mavjud bo'ladi. O'zingiz uchun qulay usulni tanlang. Endi kerakli ma'lumotlarni ehtiyotkorlik bilan kiriting. Telefon raqami yoki elektron pochta manzili to'g'ri yozilganiga ishonch hosil qiling. Chunki keyinchalik hisobni tasdiqlash uchun aynan shu ma'lumotlardan foydalanilishi mumkin. Shundan so'ng, xavfsiz parol yarating. Parolni boshqa saytlarda ishlatadigan parollardan farqli qilish tavsiya etiladi. Bu akkauntingiz xavfsizligini oshirishga yordam beradi. Keyin mamlakat va valyutani tanlang. Ushbu ma'lumotlarni to'g'ri tanlash muhim, shuning uchun davom etishdan oldin yana bir bor tekshirib chiqing. Ro'yxatdan o'tish formasida promo kod degan maydonni ko'rasiz. Shu joyga bir Xbet Pro promo kodini kiriting. Barcha ma'lumotlarni to'ldirgach, ularni yana bir marta tekshiring. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Ba'zi hollarda telefon raqamingizga yoki elektron pochtangizga tasdiqlash kodi yuborilishi mumkin. Kelgan kodni tegishli maydonga kiriting va hisobingizni faollashtiring. Ro'yxatdan o'tish muvaffaqiyatli yakunlangach, shaxsiy kabinetga kirishingiz mumkin bo'ladi. U yerda akkaunt ma'lumotlari, xavfsizlik sozlamalari va boshqa bo'limlardan foydalanish imkoniyati mavjud. Platformadan foydalanishdan oldin uning amaldagi qoidalari va shartlari bilan tanishib chiqishni unutmang. Shuningdek, login va parolingizni hech kimga bermang hamda akkauntingiz xavfsizligini doimo nazorat qilib boring. Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha belgisini yoqishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana foydali qo'llanmalar bilan uchrashguncha xayr.